O'rtoqlar, assalomu alaykum. Vehicle Tourist hamda 460 talik uchun avto ehtiyot qismlarimiz birma-ketin yetib kelyapti. Birinchi Iveco'ni olib kelgan paytimizda narxlar juda ham qimmat edi. Asta-sekin mana mo'tadil holatga kelib boryapti. Hozirgi kunda Iveco Stralis'imizda Tourist hamda 460 talik dvigatellari bor. Mana bu yerda o'zida 6 ta, 8 ta, 10, 11 ta bor ekan. 11 ta dvigatelimiz korobkasi bilan tayyor holatda turibdi. Endi juda ham ko'p ketadigan avto ehtiyot qismlarimizdan biri mana qarshi yo'llar, oldi kabina amortizatorlar mana. Bular hammasi keldi. Oldiga mana gidromuftalarimiz ham bor. Topuslarimiz. Xo'p, bu yerda podushkalar. Rolvoy tiyagalar. Mana ayni sezoni kelyapti. Hozir mana sovuq tushishi bilan avtonomkalarimiz yozda yaxshi ishlagan avtonomkamiz qishda ishlamay qoladi. Bu avtonomkaning shunaqa kasali bor-da, o'rtoqlar, bilsanglar agar. Yozda zo'r ishlaydi bu o'lgir. Qishda sovuqda ishlamay qoladi. Aynan haligilar Qozog'istonga chiqqaninglarda ishlamay qoladi. Olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, datchiklarimiz bor. Uruin datchiklar. Agarda ehtiyojlar tug'ilib qolgan bo'lsa, angliyskini rolini chapga bo'lishga mana torpedalarimiz ziboriy holatda turibdi, hali bo'linmagan. Tayyor holatda. Turli tuman kichik katta miyalar, podushkani mana 400 talik uchun oldi podushka, kabinaniki bo'ladi bu. Hamda orqa qismi ham podushkali 400 talik bor. Bu ikkalasi ham bor. 460 talik degan podushkalisi bor. Mana bu oldi podushka. O'rtoqlar, pritsep uchun chiroq kabellari hamda ABS kabellar, havo kabellari ham bor bu yerda. O'sha so'lgan holatdagi ichidan nima chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, hamma narsasi tayyor holatga kelgan. Eshik o'ng chap. Mana eshiklarimiz. Palovozlar, orqa reduktorlar mana. Orqa stop. Mana bu detallarimiz bu plastmassadan ishlangan, temirdan emas. Sabab balon agar otadigan bo'lsa, mana shu narsalarda umuman temirmi, boshqa narsami, hamma narsa o'pirib ketadi. Endi temir bo'ladigan bo'lsa, o'zi mahsulot o'z-o'zidan qimmat bo'lib ketib qolishi mumkin. Chunki butun boshli balonning atrofini o'sha balondan chachilgan loylardan asrab turadigan brizgaviklari, krilo qismlari hammasi temir bo'lsa bo'lmaydi. Chunki plastmassa qilgan zavod tomonidan. Bu bitta balon otgandan keyin kamida yorilib ketadi bular. Bo'lmasam bo'linib parcha-parcha bo'lib ketadi. Balonni to o'sha otgan balon to'xtagunicha bu shu g'ijimlanib pachaga chiqib ketadi. Shuning uchun mana plastmassadan qilingan, lekin hozircha narxlari ozgina qimmatroq, lekin o'tgan yilga nisbatan narxlar ancha tushib qoldi. Oldi orqa stoplar. Mana bu oldi g'ildiraydi, oldi balonni. Orqa kirilasi hamda oldi balonda oldi kirilasi ham bor. Oyoq qo'yib chiqadigan tom spoilerlari. Bu spoilerlar endi biror bir joyga ilib olsa, shunda zaruriyat bo'lib qoladi almashtirishga. Mana bu yonbosh kabinaning orqa tomonida turadigan spoilerlar. Bu o'sha qaychi bo'lib qolgan paytda asosan sinadi. Akkumulyatorda mana suv o'tkazmaydigan qopqoqlari. Mana bu yerda oldi filtr qutichalari, salonga kiradigan filtr qutichalari. Mana bu oldi g'ildirakda, oldi balonni orqa kirilasi. Podnoshkalarimiz mana balon yorilishiga darrov sinib ketadigan podnoshkalarimiz bor mana. Buni Xitoy varianti ham bor, lekin bizda yo'q. Xitoy variantini ishlatib ko'rganlar aytishdi. Yuki agar vazni og'irroq haydovchi bir marta chiqib tushadigan bo'lsa, bu yorilib ketar ekan. Bu endi original. Ranglari ham bor, ranglarini bir ko'radigan bo'lsanglar, agar mana shu ichida turgan ranglar bo'lsa, shuni olib ketishlar mumkin. Spoiler 5 qismga bo'linadi. Birinchisi tomda, ikkita tepada, mana shular ikkita tepada turadiganlari hamda
ikkita yonboshda uzun bo'lib turadiganlar mana bu. Shular shu yonboshda uzun bo'lib turadigan spoilerlar. Oldi kapotlar, o'rtoqlar. Oldi kapotni ham bir aloqaga chiqib olsanglar, rangiga qarab turib aytaman. O'zingizlarga kerak rangini tanlab olasizlar. Mana bu havo filtrining qutishasi. Bu ham plastmassa sinib qoladi bu ham. Havo so'rib qoladi. Endi eplaganlar eplab yamab yurishibdi. Shular ham keldi mana. Shogirdlarimiz uchun ikkinchi qavat spalni mana. Bu ikkinchi qavat spalnidan daftani ham yasab olishyapti hamkasblarimiz. Muhimi shu ustida yotish imkoniyat bo'lsa bo'ldi. Endi o'zini holatidagisi zavod tomonidan ishlab chiqarilgani kerak. Ko'tarilganda shunday devorga yopishib spalnini borligi ham bilinmasligi kerak degan akalarimizga mana bor. Bularning narxini endi bilganimcha aytib ketaman. Endi buni hammasi narxini hali yaqinga kelganligi uchun to'liq narxini chiqarmadik. Xo'p, Iveco'ni o'zini shopper tomon hamda yonidagi yordamchi shopper, yordamchi haydovchi o'tiradigan spalnilar, sidinalari. Bular endi asosan nimaga kerak desa, Isuzu haydaydigan, Kamaz haydaydigan hamda bir zil haydaydigan hamkasblarimiz so'rashyapti. Qiziqqanlarga aloqaga chiqsanglar, narxini kelishtirib beramiz. Yonbosh oynalarimiz, vakoylarimiz. Ular ham bor. Iskandar aka, kelinchi aka, Iveco minadigan hamkasblarimiz Iskandar akamizni ko'pchilik tanisa kerak. Mana jamiki miyalarimiz maqtanmayman, mana shu Iskandar akamni 90% Iveco'chilar taniydi. Chunki hech bo'lmasa bir marta telefon qilib yo'lda qolib ketgan holatida mashinani yurgizib olish uchun yordam so'ragan. Eldor miyalar. Turist. Nimaga Eldor miya deyiladi desa, mana bu yerda Eldor Corporation bor mana. Ko'rgan bo'lsanglar, mana Eldor Corporation. Bu Eldor degan og'aynimiz chiqarmagan buni. Korporatsiya nomi shunaqa. Shuning uchun Eldor miya deyiladi. 24 da 12 qiladigan. Bu magnitofonimiz, mana Iveco'ning magnitofoni buzilib qoladi ko'pchilikda, ekrani yonmay qoladi. Mana shu narsamiz kuyib qolgan bo'ladi. Buni original versiyasi ham bor, mana keldi. Cheklanmagan miqdor. Ha, aytaverasizlar mana. Oldi fara, arqa fara, turistlikni. Farani miyalari mana. Faralar yonmay qoladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, borib qo'yib kelib beramiz. Bularimiz bor. Keyin mana komplekt 460 talik miyalar o'zi tayyor, gatoy turibdi. 460 talik miyasi. Uchinchisi qani buni? Mana komplekt turibdi. Ha, bo'ldi. Ham yo'g'i bor. Kaliti bilan tayyor holatida mana 460 talik miyalari bor. Sensordagi bor. Komplekt. Sensor, orqa podushka sensor. Turistlikka mana miyalar. 400 talik miyasi 460 talikka nisbatan sal arzonroq chiqadi, sabab bu komplektida bir dona bo'ladi xolos. Keyin xohlovchilarga mana 460 talik original amazotlarni ham qo'yib beraveramiz. Mana bor. O'rtoqlar, podushkali amortisatorda yurgan hamkasblarimiz juda ko'pchiligi almashtirib charchayapti. Qiziqqanlarga 460 talikda prujinkalikni qo'yib beramiz. Bu demak ancha effekti yaxshiroq bo'ladi hamda uzoqroq sizning xizmatingizda bo'ladi. Turistlikka naboda so'ragan mana original podushkalarni so'raganlarga ham bor. Buni vtulkasi, hamma yo'g'i boltkasi, jamiki narsasi bor. 460 talik. O'rtoqlar, yana bir narsa, agar kabinani ko'taraverib charchagan bo'lsanglar, mana mexanizmlarni almashtirib, demak elektronnik shakldagi domkratlarga almashtirib beramiz. Bular bor bizda. Aloqaga chiqsanglar, mexanizmlari, mana ключаторlari bilan qani, knopkasi qani? Mana knopkalari, o'rtoqlar, mana shuni qo'yib beramiz, mana. Ko'tarasizlar, tushirasizlar. Seydin bular amazotlar ham oldiniki, bundan original bu. Podushkalar mana. Iveco'ning o'zini boltkasi bilan komplekt vtulkalari. Arqa amazoti, oldi amazoti originali bor. Sensorlar.
Bitta live hack qilib ketaylik aka. Расширитель бачойni olamiz. Iskandar aka. Rashtini bachakka olganimizdan keyin обязательно mana bu yerga shum izolyatsiya yopishtirib oylar. Kapot orasidan kunda quyosh tushib turib mana bu yerda teshilib qoladi yorilib. Quritib yuboryapti. Mana shu ozgina gelbi bo'ladi bu. Quruq holatda bo'lmaydi. Agar mana shu qismiga o'zingizlar bir ivekoylar ochib ko'rsanglar, tepa qismi qurib qolgan bo'ladi. Mana shu qurib qolishning hisobidan ketib qoladi bu. Bu ham qimmat emas. Buni $150 misol originalni oladigan bo'lsanglar, Xitoy undan 2 barobar arzonroq, lekin ishlash muddati sal Xitoydagi qisqaroq bo'ladi. Lekin buni ham uzoqroqqa yetkazishni agar xohlasanglar, mana shu yerni shunday qilib qo'yinglar. Gradusnigina. Gradusda ham mana 120 turibdi. Mana uni mana shlankaga to'g'rilab qo'yish kerak. Buni teshiga bor. Bu yerda gaz to'planyapti deydiganlardiga. Bu gaz to'plamaydiga 120 ga qo'ysa, klapni toshni mana undan chiqarib turadi havoni pastga, farani tepasiga. To'la tushundinglar a? 120 ni, 120 ni. Mana bu nuqtaga olib kelib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Mana bu nuqtasida mana chiqib ketuvchi ortiqcha havoni chiqaruvchi nuqtasi bor. Bu qopqog'imiz havo chiqarish uchun moslashmagan. Yengil mashina minadiganlarda qopqoq ham havo chiqaruvchi, ham suvni to'sib turuvchi vazifasini bajaradigan bo'lsa, bunda unaqa emas. Bu faqat yopadi. Ko'pchiliklarni aytishi mumkin, 120 deyishi mumkin. Kimdadir 90 ham bor buni. 90 deb shaqa to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Kimdadir 90, kimdadir 120. 32 kulishda olib turib, bo'shatib turib, teshigini ko'rib olsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Xo'sh, pechkamizga termostatlarimiz kelgan. Ya'ni eng muhim narsasi o'rtoqlar, mana pechka termostatlari. Mana sezon boshlanyapti. Mana yozi bilan pechkani ishlatmagan hamkasblarimiz endi mana pechkani ishlatishni boshladi-yu, lekin effekt bermayapti. Kecha ham bir hamkasbimizniki shunaqa holatga tushib qoldi. Mana shu pechka 460 talikda. Turistlarlikda ham bor, klimat kontrolda hammasi shunaqa narsa bo'ladi. Pechka yaxshi ishlamagan bo'lsa, kelsalar ishlatib beramiz pechkani, cho'tki holatda ishlaydigan. Ekranlar agar klimat kontroli bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu narsaga e'tibor berishlar kerak bo'ladi. Ruchkani tushira olmagan bo'lsanglar agar. Keyin gilamni mana ondaqalar ham kelgan. Mana tormoz mexanizmlari, glavniy silindr deyiladi. Bu yerda bir klapini ketib qolishi mumkin. Mana bu yerda ichkarida ketib qoladigan bitta nozik klapini bor. Rossiyaga qatnaydiganlarga juda muhim hozir ABS yonsa, EBS, ABS deymiz biz, EBS yonsa, gaylar to'xtatib, transportni to'xtatib ishlar yozyapti $1000 Ulardan o'chirib beramiz. Qolgan massa kulchatori ketganlarga yana massa kulchatorlarimiz bor. O'rtoqlar, massa kulchatorimiz mana salondan massani o'chirib yoqadiganlarga agar mabodo ishlamay qolgan bo'lsa, mana shu massa kulchatorimiz ketgan bo'ladi. Buni almashtirib olish kerak. Ko'pchilik primoy olib qo'ygan bo'ladi. Bu to'g'rima-to'g'ri ulab qo'yishlik ozgina xatarliroq o'rtoqlar. Har xil holat bo'lib qoladi, massani uzish kerak. Birinchi qiladigan ish avariy holatda massani uzish kerak bo'lib qoladi. To'g'rima-to'g'ri ulanganlar massani uzolmaydi. Taxograflar o'rtoqlar, taxograf bilan shug'ullanadigan hamkasblarimizga shuni ulashib qo'ysalar ham yaxshi bo'lar edi. Mana taxografimiz. Xaladelliklar turidan bor, katta kichkina. Endi xaladelliklarimiz nafaqat yozda kerak bo'ladi, qishda ham kerak bo'ladi o'rtoqlar. Mana ovqatimizni bir xil me'yorda saqlash uchun mana kichkina xaladellik 400 taliklardagi, 460 taliklarda katta versiyadagisi ham bor. 400 talik ham katta qo'yib beraveramiz. Ha, 400 talikda yashigini olib tashab turib, non qo'yadigan. Xaladelni qo'yib beraveramiz. Vanfellar. Motorda ham rondaqa qiling, xolovchilar bo'lsa, mana o'zini motori galopkasi yorib bo'lsa, shuni almashtirib ham beraveramiz. Ustiga kelish. O'rtoqlar, motorlarda mana shu yerda xudo xolasa ustaxonamizni yurgizib olyapmiz. Mana yuryapti ishlarimiz. O'zingizlarni motorlarni biz olib qolamiz. O'rtada kelishilgan holatda bo'ladi. Mana bu yerdan bitta motorimizni tanlab, tayyor holatda sizlarning mashinalarga qo'yib chiqaraveramiz. Ziboniy motorlar. Rossiyada kontraktli motorlar deyiladi-yu. Ana xuddi o'sha kontraktning o'zbekchasiga shartnoma motorlari bo'ladi bizda. Aloqaga chiqsanglar, ishlarni bitirib beramiz chiroyli holatda.